Royal zavodiga kelganmiz, yengillik bo'pti akalar. Buni santexnik akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Kosvinniy boyler ishlab chiqarish yo'lga qo'yilibdi. Shivaki brendi ostida bu kosvinniy boylerni isitish tizimlarida juda ko'p ishlatiladi. Hozir men sizlarga kosvinniy boylerni ichini ko'rsataman. Kosvinniy boylerni ichki qismi. Ko'rib turganingizdek, ichida teplonasitili bo'ladi, ya'ni issiq suv, oddiy konturnik issiqlik qozonidan keladi va sovuq suvni isitib beradi iste'mol uchun. Hozir men sizlarga kosvinniy boylerni ularning sxemasini ko'rsataman. Oddiy konturning isitish qozoni bu kosvinniy boyler. Oddiy konturning isitish qozonidan doimo demak issiq suv kelib turadi. Bu yerdan bo'lsa demak iste'mol uchun suv kiradida isigan holatda chiqib ketadi. Bu isitish demak kosvinniy boylerda nima yaxshi tomoni bor? Avvalambor agar gaz o'chib qoladigan bo'lsa, 1 sutkadan 5 sutkagacha issiq suv saqlanib turadi. Termodatchigi bor, mexanический. Agar svet o'chib qoladigan bo'lsa, elektronnik ishlamasi termodatchigiga qarab turib, demak ichida qancha suv qolganini, gradusini bemalol bilsangiz ham bo'ladi. Kosvinniy boylerni qator ishlab chiqarib qo'yishgan, 100 litrligi, bu bo'lsa 150 litrligi. Agar sizlarga ham kosvinniy boylerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Royal brendiga murojaat qilaverasizlar.